Yuzta. Bu senga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayer tarafdan kasim-shim kiyyapsiz? Endi biror ish bormikin deb o'ylayman. Chaqirganingizga Ish bor. O'tiring. Kechadan beri o'ylayman. nimani? Kecha ishxonada Abdulhay Muhiddinovich bilan gaplashib turgan gapinglarni eshitib qolgandim. Shunga kechasi bilan uyqu kelmadi. Bitta masal bor. Hikoya desa ham bo'ladi. Bir kuni it bilan kiyik ko'rishib qopti. Men qara, ikkalamiz ham chaqqonmiz. Ikkalamiz ham yaxshi yuguramiz. Lekin nimaga men shuncha yugursam ham senga yeta olmayman? Sen mendan o'zib ketaverasan. Sababi nima? Kiyik javob beribdi. Chunki men o'zim uchun yuguraman. Sen esa xo'jayining uchun yugurasan. Shunaqa degan ekan. Zafar, meni kechirasan. Men seni ko'p ushlab qoldim. Sen yaxshi mutaxassissan. Ishingni haqiqiy egasisan. Endi bu yog'iga o'zing uchun yuguradigan vaqt keldi. Ma. Nima bu? Sana. Yuzta. Bu senga. Zafar. 3 ta qoida bor. Amal qilsang foyda ko'rasan. Birinchisi, nima ish boshlasang ham sahar boshlagin. Odamlar uxlaganda sen bedor bo'lgin. Ikkinchisi, pul olganingda ham, pul berganingda ham kim bo'lishidan qat'iy nazar albatta sanagin. Uchinchisi, qayerdan topayotganingga ham, qayerga sarflayotganingga ham albatta e'tiborli bo'lgin. Do'stim, men seni eng zo'ri bo'lishingni xohlayman. Omadingni bersin.